Buvim aytardi. Ona o'rnini hech kim bosa olmaydi. O'sha paytda bu gapni tushunmasdim, toki hayotimga o'gay ona kirib kelmaguncha. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi hikoyamiz izsiz yo'qolgan bola haqida, uning kundaligidan so'zlab beramiz. Agar yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, unda boshladik. Mening ismim Diyor. Onam men 6 yoshimda og'ir kasallikdan vafot etgan. Otam esa 1 yil o'tmay boshqa ayolga uylangan. Bu ayolning ismi Nigora. Lekin men unga hech qachon ona deya olmadim. Nigora opa uyga kelgan kunidanoq narsalar o'zgarishni boshladi. Uy sovuq tuyular, derazalar oldida yel o'zak to'xtamas edi. Hatto mushuk ham endi bizning uyga yaqinlashmay qo'ydi. Eng yomon tomoni, har kecha soat 2 da uyg'onib ketardim. O'zim ham bilmasdim nima uchun. Bir kuni tun yarimda ko'zimni ochsam, eshik ochiq. Nigora opa qizil ko'ylakda deraza oldida jim turibdi. Tashqarida hech qanday shamol yo'q edi, lekin derazalar o'zidan o'zi ochilib yopilib turardi. Nigora opa kimlar bilan gaplashayotgandek o'zini tutardi, pichirlab gaplashardi. Nigora opaga qarab, "Kim bor u yerda?" dedim men qo'rquvdan titrab. U birdan menga qaradi. Ko'zlari qora edi, butkul qora. Inson ko'zidek emas. "Uxla Diyor, hozir emas", dedi u ovozi xuddi ikkita odamnikidek yangradi. Men o'shanda yuragimni ushlab, o'zimni yo'qotib yiqildim. Ertasi kuni hech kim menga ishonmadi. Otam kulimsirab, "Tush ko'rgandirsan bolam", dedi. Lekin men bilar edim, u ayol bu uyga odam sifatida kelmagan. O'sha voqeadan keyin har kecha qo'rqib uxlardim. Endi u menga tushimda emas, uy ichida ham yashirincha qaray boshladi. Nigora opa kunduzlari yumshoq, mehribon ko'rinishga urinardi. Hatto otamning oldida meni quchoqlab mehr ko'rsatardi. Lekin otam ketgach nigohi o'zgarardi. Sovuq, befarq, hatto ba'zida nafrat bilan to'la. Bir kuni oshxonada choy ichib o'tirganimda Nigora opa orqamda paydo bo'ldi. Pichirlab aytdi: "Sen onangni sog'inyapsanmi?" Men bir lahza jim bo'lib qoldim. "Ha, juda", u jilmaydi. Lekin bu jilmayishda hech qanday iliqlik yo'q edi. Uni ko'zlari kulmasdi, sovuq qarash. "U seni chaqirganini eshitganman. Tushlaringni gapiryapti, ha? Daraxt tagidan, eski qabriston yonidan. To'g'rimi?" Men hayratda va qo'rquv aralash qaradim. Bu gaplarni hech kimga aytmagandim-da. U qayerdan biladi? U yaqinlashib sekin pichirladi: "Agar u bilan yana uchrashmoqchi bo'lsang, men yordam bera olaman." O'sha kuni kechqurun u menga issiq sut olib keldi. Ichmadim. Sut qorong'u xonada qon hidiga o'xshardi. Men uni to'kib oldim va ichidagi piyola tagida bir juft qora sochni ko'rdim. Juda uzun, jingalak va muzdek. Tunda esa xonamda vahima bilan uyg'onib ketdim. Kimdir yostiqni yuzimga bosayotgandi, kimdir bo'g'ib yotgandi. Nafas ola olmasdim. Qarshilik ko'rsatdim. Nihoyat yostiqni chetga uchirib yubordim. Xonamda hech kim yo'q edi. Faqat eshik panjarasidan bir zumda Nigora opaning soyasini ko'rdim. U g'oyib bo'ldi. O'sha damda tushundim, bu ayol odam emas yoki jimpimmi yoki nimadir. U onamning o'rniga kelmagan. U onamni olib ketgan va endi navbat menga. Mendan keyin balki otamga. Shu voqealardan keyin men uxlay olmasdim. Axir qanday uxlaysiz? Har kecha Nigora opa xonam atrofida aylanib yurayotgandek tuyulardi. Deraza yonida esa har doim kimdir turardi. Qorong'ulikda xuddi sizni tomosha qilib yotgandek yoki xuddi sizni poylab yotgandek, ammo qochmasdi. Faqat qarab turardi. Bir kuni tush ko'rdim. Onam eski maktabimiz oldidagi qabriston yonida meni kutib turardi. Sochlari uzun, oq shoyi ro'mol yopgan, ammo yuzida chuqur qayg'u bor edi. "Diyor, ishonma unga. U mening o'limimga sababchi. U odam emas, qoch", deb aytardilar. Men yugurib onamga yaqinlashdim, lekin u orqaga chekindi. "Eski uyga bor, sandiq ostida kalit bor. O'sha kalit bilan haqiqat ochiladi. Tez bor." Men uyg'onib ketdim. Butun tanamni ter bosgan.
Ko'nglim g'ash edi, lekin bu safar men qo'rqmadim. Men onam nima demoqchi bo'lganini tushundim. O'sha kuni maktabdan erta qaytdim. Otam ishda, Nigora opa esa ichkari xonada uxlardi. Men yashirincha eski omborxonaga tushdim. U yerda chang bosgan buyumlar orasida eski sandiq turardi. Qopqog'ini ochdim. Pastki qismida ko'rpa to'shak orasidan bir temir kalit topdim va tagida jigarrang charm daftar. Bu daftar onamning kundaligi edi. Kundalikdagi so'nggi yozuv meni larzaga soldi. Nigora menga yaqinlashmoqda. U menga mehribonlik bilan qaraydi, ammo ko'zlarida zulmat bor. Har kecha men tushimda qora arvoh ko'raman. U Nigora shaklida, lekin bu u emas. U meni olib ketmoqchi. Agar bu yozuvni o'qiyotgan bo'lsang, Diyor, meni kechir. Otangni qutqar. O'zingni himoya qil. U odam emas. O'sha daqiqada orqamda pol g'ijirlaganini eshitdim. Asta orqamga qaradim. Nigora opa eshikning yonida turardi. Uning ko'zlari endi butunlay qop-qora edi. Qoshlarining o'rnida kuygan izlar, terisi esa oqarib ketgan. U odamlardek nafas olmayotgan edi. U menga pichirlab, "Onang seni o'rnimga qurbon qilmoqchi edi. Men faqat shartni bajardim", dedi xolos. Shu daqiqada Nigora opa o'z xonasiga kirib ketdi. Men esa o'z xonamga kirdim. Soat 2. Osmonga qarab yotardim. Atrof jimjit. Onamni sog'indim. Azizlar, bu Diyorning oxirgi so'zlari edi. Ertasi kuni otasi uyg'onganda na Nigora opa, na Diyor bo'lgan uyda. O'g'lining rasmi esa bedarak yo'qolganlar qatorida turadi. Azizlar, bugungi hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'ling, podpiska bosib, like, kommentariy, izohlaringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.